Agar siz sizdan boyroq, sizdan omadliroq, sizdan chiroyliroq insonlarni ko'rsangiz, har safar mana shu videoni eslang. Qaysidir bir insonda ko'proq pul bo'lishi bu Alloh uni juda sevadi degani emas. Sizning kamroq narsangiz, kamroq mol dunyoyingiz borligi Alloh sizni unutdi degani ham emas. Mana shu oyatni eslang. Mol dunyoyingiz va farzandlaringiz faqat sinovdir. Ya'ni sizga berilayotgan mol dunyo yoki farzandlar hammasi bu dunyoda sinov ekan. Kimdir kambag'allik bilan sinaladi, kimdir esa boylik bilan. Sizning sinovingiz esa bu sabr. Uning sinovi esa unga berilgan imkoniyatlar, mol dunyo, farzand, ulardan qanday foydalanishi. To'g'risini aytsam, mol dunyodan foydalanish juda ham qiyin. Shuning uchun sizga bir eslatma qilishga harakat qildim. Allohning bergan har bir ne'mat uchun shukr qilishni o'rganing, solishtirishni emas. Zero mol davlatingiz, farzandlaringiz siz uchun sinovdir. Obuna bo'lishni unutmang. Ma'asalama.